Assalomu alaykum hammaga. Tak, Mejigar 906. Buni ulanishini sizlarga qisqacha ko'rsatib boramiz. Esda qolish uchun bu. Biladiganlar, sal biladiganlar uchun. Tak, mana. Bitta aytib ketamiz. Bu yashil через zajigani. Zamogni ochganda tablo yonadi. Tak, bu pechka. Buni topish yo'li. Tak, bu pastdan tok berib, zajiganida. Mana. Уже o'rab oldim. Zajigani pastdan tok, xullas bitta pastdan tokda har bitta simga bittadan berib topib olinadi. Starternikini ham, pechkanikini ham. Zamog o'chiq holatda pastdan tok bitta bersa, mana pechka provodini yoqib qo'yiladi. Yoqib qo'yilgandan keyin, bu yoqda yoqib qo'yiladi. Zamog o'chiq bo'ladi bu payt. Tak, bu yoqdan har bitta simga bitta pastdan plus bersak, pechka ishlasa, tablo yonmagan holatda. Mana shunda pechkaniki bo'ladi. Tak, bu sariq starterniki. Bunga ham past bu yoqdan прямой plus bersak, starterga qo'shadi. Tak, qizil pastdan tok. Bu yog'i. Tak, Gentra avtomobilga uстановка bo'lyapti. Avtomat Gentra 2023-yil. Tak, bular sentr zamogi. Ulanishini, prinsipini ko'rsatamiz. Tak, bularda zavodskiy sentr zamog bo'ladi. Sentr zamog bo'lganligi sababli tak, bularga постоянный massa bilan chiqish kerak. Bular bu Gentra avtomobiliga sentr zamog qo'yish shartmas. Shuning uchun mana tak, mana ikkita sariq, bu Gentra avtomobiliga sariq qora yo'l bilan yashil qora yo'l kesib tashlaymiz. Buni hech narsaga ulanmaydi. Tak, sariq oq polasa bilan yashil oq polasani bitta qilib massaga beramiz, прямой massaga. Прямой massaga и ikkita sentr zamogi. Hozir buni sentr zamogini qayerda bo'lishini ko'rsataman. Bu to'rtburchak, bu to'rtburchak blokni orqa tomonida. Tak, to'rtburchak orqa tomonida. Xo'sh. Hozirda. Hozir. To'rtburchak orqa tomonida. Yana bu yashilniki. Tak, bu yashil sentr zamog, yashil sariq mana sentr zamog bo'ladi. Buni perdaxlantirib bo'ladi, ajratib olish uchun. Bu yoqda topganmiz, mana yashili bunaqa och yashilga ulanadi. Sarig'i esa mana bunaqa jigarangga. Mana jigarang. Topsanglar bo'ladi. Tak, davom etamiz. Buni ikkita sentr zamog tikini tushuntirdim. Bu ikkita sentr zamog. Tak, aniqroq tushuntirishga harakat qilaman. Tak, buni aytdim. Xo'sh, bizga bu yoqda bunda kerakli bo'ladigan ikkita fioletviy. Tak, bu avarinkaniki bo'ladi. Ikkita fioletviy. Avarinkaniki mana bu richakdan ham topsa bo'ladi avarinkani. Mana bu yoqdan ham topsa bo'ladi. Avarinkani yoqib qo'yib, kontrolkani massaga berib, ushlab tursa, o'chib yonadi. Mana shuni ko'pincha och ko'k bilan to'q ko'k rangda keladi. Mana shunaqa rangda keladi avarinkaniki. Keyingisi ikkita avarinkani aytdim. Keyingisi mana oq, bu karnayga ketadi. Mejigarni bosganda ovoz chiqadi. Chiyillagan, xo'sh, keyin bu yoqda qizil yonidagi постоянный massaga ulanadi. Qalini постоянный massaga ulanadi. Qizil yonidagi. Sentr zamogni bu tomonidagi mana fioletning yonidagi bu bagaj knopkaniki bo'ladi. Mejigarda bagaj buni bosganda plus chiqadi. Buni bosib tursa plus chiqadi. Keyingisi mana bunda eng kerakli bo'ladigan narsa tak, qizil qora polasa eshik massa bo'ladi. Tak, eshik massaniki biratala aytib ketaman. Eshik massaniki mana qizil qora yo'l eshik massaniki. Tak, eshik massa mana hozir sizlarga aniq ketaman. Tak, mana pastdan 1 2 3 qatorda mana birinchisi, xolos pastdan 3-chi, tepadan birinchisi. Oq bo'ladi, mana ingichka. Qizil
qora palasaga tak bu yoqda keyin kerak bo'ladi bizga bu stekerda sariq qora palasa. Sariq qora palasa uzun bo'ladi simi. Sariq qora palasani benzin nasosga ulaymiz. Asosiy ko'pchilik benzin nasosga ulaydi. Benzin nasosniki agar 3-pokoleniya gaz bo'lsa, emulyatorda oq simga ulanadi. Agar hech qanaqa gaz benzinda bo'lsa, 2023-yilda bu mashina yiliga qarab rangi o'zgaradi. Mana bunaqa rangda keladi. Mana benzin nasosniki zajganini ochganda kontrolka bilan tekshirib tursak, bitta o'chib yonadi. Tak, bu sariq qora palasa benzin nasosga. Tak, eshitmasini aytdim, benzin nasosini aytdim. Tak, bu yoqda yana ikkita sariq AUX. Ikkita sariq AUX, bittasi signalga ketadi. AUX mana signalga. Tak, AUXni birinchisi signalga ulanadi. Tak, keyingisi AUXni ikkinchisi bu avtomat bo'lgani uchun bu yoqda bakovoyda bukish funksiyasi bor. Bakovoy bukish funksiyasi bor. Uni topish uchun men ancha qiynaldim. O'zim ham yangi ustaligim sababli aniqroq tushuntirib ketyapman. Tak, men bu yoqda mana sariq simda keladi. Izolentiga olib qo'yganman. Men bu yoqda topdim. Ingichkaroq simda, mana o'rtacha qalinlik, mana qalin simlar emas, mana o'rtacha qalinlikdagi seriy sim. Mana shunda topdim. Tak, sizlarga bagajniki. Tak, bagajniki mana. Bagajniki mana bunda qoldi. Mana bu bagajniki qalin. Aralashtirib olmaylar. Mana bu simda bagajni ochadigan. Bagajga plus beradi. Buni mana bu yoqda, mana bu yoqda. Jigara sim. Bagajniki. Mana shu to'rtburchak blokni общий simlarni orqa tomonidan topdim. Mana shundan topish osonroq, bitta. Tak, mana shu. Buni topishi yo'li kontrolkani постоянный plyusga berib tursak, bagajni ochganimiz yonadi, yopganimiz o'chadi. Tak, mana shu tomondan topildi simi. Buni bagajni massasi ham bo'ladi. Bagajni massasi mana shu simda bo'ladi. Bu ham tak, bagajni massasi mana bu yoqda bo'ladi. Xolos, bagaj ochiq qolib ketsa, mashina qulflanmaydi. Shu funksiya uchun kerak bo'ladi, ochiqligini necha bilish uchun. Tak, bunda общий blok simida ko'k simda keladi. Asosiy mana buni joylashishi bir xil bo'ladi, simini rangi o'zgarishi mumkin. Tak, bu qatordan mana bu yoqda tushib kelganda, bu qatordan birinchisi bo'sh turadi, mana ikkinchi. Tak, mana birinchi blok bo'sh tursa, mana birinchi sim, ko'k sim bu qatorda. Tak, bu yoqda qolgani bo'ldi. Mana shular. Esdan chiqmadi, adashmasam hech narsa. Bu stiker takrorlab o'taman. Qizil qora palasa eshik massasi, sariq qora palasa benzin nasosga ulanadi. Tak, ikkita sariqni o'zi bilan sariq oq palasa AUX sim bo'ladi. Tak, bitta qora sim bo'ladi, ingichka, bu bagajni massasi bo'ladi. Tak, buni aytdim, bu jentraga ulanishi. Ikkita qora sim ulanmaydi, kesib tashlanadi. Mana sariq qora palasa, yashil qora palasa. Takrorlashni qaytaryapman. Bular kesib tashlanadi. Mana sariq oq palasa bilan yashil oq palasani bitta qilib постоянный massaga ulanadi. Bo'ldi. Tak, bu sentr zamokni ko'rsatdim. Sentr zamokni o'zini perdaxlantili bo'ladi. Bo'ldi. Bu qizil sim o'zi hech narsaga ulanmaydi, tayyor bo'ladi. Ichida simda bo'ladi, izolenta bo'ladi. Mana perdaxlantili. Yana nimani sim ekan deb ovora bo'lmanglar. Bu aytdim, ikkita siyoh rang avarinka. Tak, bu tomondagi постоянный massaga ulanadi kuzovga. Mana bu yoqga yana bitta qora avarinkaning yonidagi bagajni plus bo'ladi, bagajni simi bo'ladi, bagaj ochishga. Endi qolgan funksiyalari, endi bunda luki bor, lukiga tegmadim. Lukiga shart emas deyishdi o'zlari. Mana shu 906 megagar Xitoy variant. Atak original bilan birga. Aytgancha oxirgisi yangiga qo'yganda, yangi megagar qo'yganda tekshirib olinglar, ichkari tomonida yashil
simi bo'ladi. O'sha yashil simni kesib qo'yasizlar. Agar yangi bo'lsa, agar bu bo'lsa, o'zi kesilgan tayyor bo'ladi. Qolganlari bu antena, qolganlarini joylab boramiz. Tushunarli bo'lgan bo'lsa hammaga rahmat. Obuna bo'lishni unutmanglar. Avtoplyusus Angren.